Assalomu alaykum Arzon Agro kanalimiz obunachilari. Mana bugun nasib bo'lsa mana bunday akula drobilkalarimiz, ya'ni lentali drobilkalarimizni obzorini qilib o'tamiz. Bular aksiya narxga tushgan. Sezon kelmasidan oldin olib qo'yaveringlar. Juda ham arzon narxda va juda sifatlisini topib qo'ydim sizlar uchun. Videomizni boshlashdan oldin like bosinglar, podpiska, savollaring bo'lsa, videoda qolib ketgan joylar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, o'zim shaxsan javob beraman. Bu akula drobilkamizni hamma biladi. Mana bunday lentali akula drobilkamiz yangi kelgan partiya. Ko'rinishlari ham neobechniy, ranglari ham neobechniy qilingan, mokriy, qizil, yashil rangda kombinatsiya qilib qilingan variantidan bo'ladi. Bu eng hadavoy, eng ko'p sotiladigan varianti mana shu razmerlisi bo'ladi. Biri 35. Yana boshqa videolari ham bor, kanalimga o'tib ko'rsanglar. Motori ham Max motordan qo'yilgan, 3 kilovatli Max motordan qo'yilgan. Hozir motorlarni ham ochib ko'rsatamiz, videoni oxirigacha ko'rsanglar. Birinchi bo'lib drobilkamizni o'zini birinchi yuziga ko'rinishini obzor qilib beramiz. Mana drobilkamiz, akula drobilkamiz. Mana orqalarida mana bunday qizil rangda ishlangan va bu yerda mokriy rangda, yashil rangda ishlangan. Drobilkamizni o'zi polni mana shu yerda uzunligi 1.35 bo'ladi akalar. 1.35 bo'ladi. Endi drobilkamizni o'ziga keladigan bo'lsak, lentasini uzunligi 24 sm, bu yoqgacha ham 24 sm bo'ladi. Drobilkamiz ikki xil skorostda ishlaydi. L qo'yilgani katta razmerda chopib beradi. Bu 4-5 sm. S qo'yilgani 2 sm, 1 sm orasida chopib beradi. O'rtada neytralka bo'ladi. Drobilkamiz mana birkasiga keladigan bo'lsak, 2.8 modeldan motor 3 kilovatli, pichoqlarning aylanish tezligi 1570, val aylanishi mana bu yerda vali bor. 4200 aylanadi. Kilosi 70 kilo. Motorsiz holatda 70 kilo o'zi chiqadi akalar buni kilosi. Mana lentalari ko'rinishi. Metallari qalin qilib ishlangan, og'ir, 70 kilo chiqadi mana shu. Motor bilan birga pashti 100 kiloga yaqin bo'lib qoladi. Xo'p, drobilkamizni asosiy ishni bajarib beradigan ikkita narsasi bor. Birinchisi uni pichoqlari, keyin uni motorlari bo'ladi. Motorini ham hozir obzor qilib beramiz. Birinchi pichoqlardan boshladik. Xo'p, birinchi mana bu pichoqqa keladigan bo'lsak, yaxshilab ko'rsanglar, pastdagi pichoqlari quyma bo'ladi, ustidagisi esa mana bunday kempida qilingan. Sababi bu ariqchalik qilingan, tagdagisi bo'rtib chiqqan bo'ladi, quymasi. Sababi ikkinchisi, birinchisi orasiga kirib, o'rtada kelgan makkani poyasini yaxshi tutib berish uchun bittasi shunaqa kempida qilingan, tagdagisi esa quyma qilingan bo'ladi. Mana bu ko'tariladi, prujinkalari bor, mana ko'tarilib, tushib, mana bu yerdan ushlab berib turadi. Bu pichog'imiz 6 ta splashnoy yaltiroq pichoqdan bo'ladi akalar. 100% zavodskoy kalyonli olovda chaqlangan pichoq. Tagida ham mana bu yerda ham qotirilgan bitta pichoq mana. Bu aylanib kelib turiblar, mana shu orasida kesadi mana bu yerda. Orasida qo'yib kesadi mana shuni. Bu pichoqdan 6 ta splashnoy pichoq qo'yilgan. Bu yerda bu, keyin bu 6 ta pichoq, bu orqasidan yana 8 qatorli mana mayda pichoqchalari ham bor. Hozir ularni ham u tomondan olib ko'rsataman, 8 ta. Bu mana bu tagida turibdi-da, mana bunday tagida. Xo'p, drobilkamiz mana shu yerdan ko'rinishi. Olganinglardan keyin mana bu yerlarni bitta smaska, ya'ni solidor qilib olinadi. Mana bunaqa bir umrli pachumlilar bor, bu yerda shpris bilan quyiladi, moy. Xo'p, yopdik. Endi bularni yopib qo'yamiz. Drobilkamizning orqa qismi, ya'ni orqa pichoqlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu ham olovda chaqlangan. Ko'ryapsizlarmi o'tkirligini? 8 tadan 24 ta bo'ladi. Tagida ham mana alohida keyin qotirilgan. Hozir mana buni ishlashini, qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Mana orasidan o'tadi mana shunday. Mana orasidan o'tgan. Shunday pichoqlar aylanib orasidan kesib o'tadi. Mana tagida qotirilgan. Drobilkamiz mana ko'rinishi. Xo'p. Endi ishlash prinsipini ko'rsatib beraman sizlarga. Bitta tushuntirib beraman.
nima ustunlik tomoni bor boshqa drabelkalarga nisbatan, oddiy 6 puchoq drabelkalarga nisbatan? Bunga xashak keladi, lentani ustiga qo'yasiz, qo'lingizga tiqib turmaysiz, o'zi olib kirib ketaveradi. Kelganda birinchi kelib mana bu puchoq ezib beradi va ushlab turadi. Bu puchoq esa kelgan xashakni bunaqasiga kesadi. Ya'ni to'rtburchak shaklga keltirib beradi. To'rtburchak shaklga keltirgandan so'ng bu yoqdan o'tadi-da, bunga keladi, orqadagi puchoqlarga keladi. Bu yerdan buni vazifasi o'sha to'rtburchak narsani orasidan yana bo'lib maydalab berish. Xuddi shundan chiqqan narsa keyinchalik, ya'ni makka bo'lsa, makkani o'zagi bo'lsa, makkani o'zagini o'rtasidan ham bo'lib beradi, bunaqasidan ham kesib beradi. Maydalab zo'r qilib beradi. Silos holatida yoki bo'lmasa Jaguar deydi. Ya'ni Jaguar qoplab sotiladigan bor, mana vakuum qilinadi, qoplanadi va silos qilib bosib qo'yiladi. O'shanaqani shu narsa bilan qilishadi. Qo'lda uyingizda bemalol makkayizni olib turib, shundan o'tkazib qoplab qo'ysanglar bo'ladi. Akalar, bemalol bo'ladi. Buni endi asosiy narsasi bo'lgan ikkinchi narsasi motor qismiga keladigan bo'lsak, motori 3 kilovatli motordan Max motor deydi. Bu hech qanaqa bir 6,5 kilovat yozilib, o'zi yengilgina bir anaqa motor emas. Kilosi 22 kilo motorni. O'zi ham ancha og'ir motor, ishlanishlari, korpuslari ham temirdan, polni, datchiklari bor, kabellari 4 kabeldan. Mana. Xo'p. Kilovat power 3 kilovat. 2800, ya'ni 3000 оборот. Motor 100% Mesat motkali motordan qo'yilgan akalar. Motorning ham rangi shunaqa mokri rangda qilingan. Temir, hamma yog'i temir, plasmassa joyi yo'q. Hamma yog'i temirda ishlangan. Motorning yuzi, korpuslari, kondensatorlari ham mana shuni ichida qo'yilgan. Motorning kilosi 22 kilo, bu 70 kilo chiqadi drabelkani o'zi. Drabelkamiz umumiy ko'rinishi shunaqa, mana har yoqlardan mana ko'rsataman. Mana drabelkalarimiz. Endi drabelkalarimizning eng asosiy joyi bo'lgan narxiga keladigan bo'lsak, akalar, drabelkalarimizning narxi optim narxda qilib beramiz. Nasib bo'lsa, juda arzon narxda, boshqa yo'ldan topmaysizlar. Birinchi qo'l skladdan, mana sklad betda. Pastda sklad, laboda mana yuk ortilyapti mana. Skladimiz shu yerda. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 12 ta viloyatga dastavkasi polni o'zi ichida qilib beramiz. Tekiniga, bonusiga dastavkasini qilib beramiz akalar. Narxi 3,5 million so'mga dastavkasi bilan qilib beramiz. Agar menga dastavkasi kerak-yo'q, men shu yerda Toshkentda turaman o'zim. Toshkentda kelib skladingni olib ketaman deydigan bo'lsanglar, bemalol akalar, yana o'tib beriladigan joy bo'ladi. Shu yerda kelib o'zingizlar olib ketgan bo'lsanglar, shu yerda o'tib beriladi va ishlatib ham ko'rsatib beraveramiz. Keyin bularning hammasi garantiya bo'ladi akalar. Garantiyasini yozib, pechatli qilib beramiz akalar. Garantiyasi yo'q narsa emas. Hammasi garantiyasi bor. Motorining ham misliligiga garantiya beriladi. Ishlashiga, pichoqlariga, hamma yog'iga garantiya bo'ladi. O'zida ham bunday uyib yozilgan, mana Agrivax firmasidan original varianti akalar. Pastda nomer qoldiraman. Videoni ko'rganlar uchun alohida rahmat aytaman. Oxirigacha kelib ko'rganlar uchun va like bilan podpiskani bosish esingizda chiqmasa, shunaqa kerakli videolarni kanalimga joylab boraman va Arzon Agroda albatta eng arzonni va eng sifatlisini topishga harakat qilaman sizlar uchun. Bemalol akalar, pastda nomer qoldirdim. Zakaz qilsanglar bo'ladi.